Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rangli qush ishqibozlari, omonmisizlar, tinchmisizlar? Tan joninglar sog'mi? Alloh taolo bizga nasib qildirgan mana ro'za oylari ham kirib keldi. 8 kun, 9 kun kuni ham o'tdi. Alloh taolo hammanglarga kuch-quvvat bersin. Rahmat bo'lgan oyda turganimiz uchun yanagi yillarga yetib kelishlikka Alloh nasib qilsin. Rangli qush ishqibozlari bir video qilishga bir narsa sabab bo'lib qoldi. Shunga bir video qilyapman. Kasha so'raganlar, qayerdan olamiz, qanday olamiz, nima qilamiz, qayerda bor degan kuykalarga odamda jelaniya bo'lsa, любой narsa topiladi. Agar jelaniya bo'lmasa, bor narsa ham ko'zga ko'rinmaydi deydi. Mana o'sha narsa kashamiz tugab qoluvdi. Kecha zakaz qiluvdik Toshkent bozoridan. Mana bugun yetib keldi. Dastavkasi ham bor ekan. Toshkent bozorining dastavkasi bor ekan Rossiyaga. Ustidan oldi siz? Yo'q, mana do'stlar, bu sizlar haligi qayerdan olamiz deyapsizlar. Toshkentdan Qoraqamishdan pryamoy dastavka bo'ldi. Ertamanda yetib keldi. Qo'l endi bo'shadi. Mana bu yangi kraska. Bu kraska Turkiyadan eng populyarniy zavodchi edi. O'zi qushlarga tayinlaydigandan keldi. Bundan 20 gram olib keltirdim. O'zimda ko'p. Sizlar uchun ispitaniyaga, чтобы effekti вообще dahshat deyilyapti. Bu yerda mana aralashgan karafil bor, kontakt steam bor. 3 xil, 4 xil mix. O'zimniki ham shunaqa, 5 xil deb aytganman. Bu yerda ham shunaqa. Sizlar uchun endi doim aytganimdek o'zimdagi bor narsani gapiraman deganim uchun 20 gram olib keldim. Bor narsani maqtayapmiz. Mana bu qushlarni jigariga, oshqozoniga Oleg akadan keldi. Oleg aka, respekt. Mana bular Bahodir akadan keldi. Versalaga mana. Bu ham Versalaga. Ikkovi ham Versalaga. Mana xudo xolasa bu kalsomiz 200 ta bor edi. Mana 300 tadan 500 taga davr keldi. Akmal 87. Xudo xolasa shu brend ostida ish yuritamiz. Xudo xolasa faqatgina niyat bo'lsa, har bir narsani qilsa bo'ladi. Toshkent Qoraqamishidan bugun mana yetib keldi. Kecha shanba kuni edi, bugun bozor. Yana dachi bo'lishi, savollar bo'lsa, gaplasha olamiz.